Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 18-dars. Mavzuyimiz ayirish. 39-betni ochsangiz, u yerda bizda 8 va 9 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. 8-vazifamizni o'qiymiz. Chizma yordamida masala o'ylab toping va uni yeching. Demak, chizmaga e'tibor bersangiz, bizda nimalarimiz bor ekan? Birinchi o'rinda bizda ol xori, o'rik va terak daraxtlarimiz bor. Har bittasini nechtaligini yozib qo'yilgan. Demak, birinchisi bizda 12 ta, o'rigimiz 21 ta, teragimiz esa noma'lum. Lekin bilamizki, hammasi bo'lib bizda 60 ta daraxtimiz bor ekan. Agar buni yozmay ravishda yozadigan bo'lsak, biz bunday qilib yozib olamiz. Ya'ni ol xori bizda 12 ta deymiz. Keyingi o'rik daraxtimiz esa bizda 21 ta va oxirgisi terak bizda noma'lum. Ya'ni bilmaymiz deymiz. Lekin hammasi bo'lib bizda 60 ta daraxtimiz bor. Biz sizlar bilan nechta terak borligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz sizlar bilan olxori daraxtlarimizni sonini o'rik daraxtlari bilan bir-biriga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Yozganimizda, ya'ni birinchisi deb 12 ta daraxtni 21 taga qo'shib olamiz. Qani chiroyliroq qilaylikchi. 1 plus 2 miz bizda 3 ni beradi. 2 plus 1 miz esa u ham 3. Demak, jami bizda ikkita daraxtimizning soni 33 ta. Agar mana bu ikkita daraxtimiz, qarang tevamizda mana bu ikkitasini soni, mana shu ikkitasiniki 33 ta bo'lsa, mana bu qolgan daraxtlarimizning soni nechtaligini aniqlaymiz. Qanday qilib aniqlasak bo'ladi? Buning uchun biz jamidan, ya'ni biz 60 ta daraxtimiz bor. Bularning jamini minus shu ikkita daraxtimizda minus qilib olamiz. Yozganda 60 minus 33 qilamiz. 0 minus 33 3 qilib bo'lmaydi. Demak, 6 dan qarz olamiz. 6 bu yerga 1 ni bersa 10 bo'lib qoladi. Ya'ni 10 minus 3. 10 minus 3imiz 7 bo'ladi. 6imiz 1 qarz berganligi uchun o'zi 5 bo'lib qoldi. Endi mana bu 6 va 5 minus 3imiz 2. Ya'ni bizda 27 ta nimamiz bor ekan? Bizda 27 ta terak daraxtimiz bor ekan. Bastimizda javobini chiroyli qilib yozib olamiz. Va sizlarga bitta yangilik bo'ladi. Bugun shu uy vazifani ko'rib bo'lgandan keyin soat 5 larda YouTube ga kirsangiz, u yerda bizda yana bitta roligimiz chiqib keladi. Shu roligimizni albatta bugun ko'rib chiqing. Darsdan keyinligini. Xo'sh, javobimiz bizda 27 ta terak daraxtimiz bor ekan. Keyingi vazifaga o'tishdan oldin hozir video roligimizga bitta like ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling, biz esa 9-vazifamizga o'tamiz. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. YouTube va Telegram kanallarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, biz 9-vazifamizni boshlaymiz. Jadvaldan foydalanib misollar tuzing va ularni yeching. E'tibor bering, jadvalimizda bizda bir nechta sonlar berilgan va ikkita bu yerda vazifamiz turibdi. Birinchisi a plus 12, ikkinchisi 90 minus a. Xo'sh, qanday qilib yozsak bo'lar ekan? Endi buni tevada e'tibor bersangiz, bizni a'larimiz qanaqa sonlar bor ekan? 0, 5, 10, 12 kabi sonlarimiz bor. Biz bu sonlarni mana bu a ni o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yozganimizda qarang, hozir har bitta sonni tevadagi sonlarni 12 ga qo'shamiz. Birinchisi bizda 0 sonimiz bo'lyapti. Topdagi 1 deb qo'yaman. Qani chiroyliroq qilib chiqsin. 1 dedim. 1 ga 12 ni 0 ga qo'shar ekanmiz. Xo'sh, qanday qilib yozsam bo'lar ekan? Mana 0 plus 12 bizda nechini beradi? 12 ni beradi, o'zgarmaydi. Ya'ni bu yerga, demak 0 tagiga biz
12 deb yozib qo'yamiz. Tushunarli-a? Keyingisi bizda 5 turibdi. Endi 0 sonni o'rniga 5 ni yozamiz. Ikkinchisi bizda 0 ni o'rniga 5 yozamiz. 5 plus 12. Hisoblaymiz. 5 plus 12 imiz bizda bo'ladi 17. 5 dagi bu yerda ham 17 ni yozib qo'yamiz. Keyingi sonimiz bizda 10. Ko'rib turibsiz, kattalashib qoldi. Yozganida ozgina boshqacha qilib yozamiz. Endi 10 ni qo'shamiz. 12 ga 5 emas, endi 10 ni qo'shamiz. 0 plus 2 imiz bizda 2 ni beradi. 1 plus 1 imiz esa u ham 2 ni. Demak, 10 ni javobi bizda 22 bo'ladi. Jadvalga ham 22 deb yozib qo'yamiz. Keyingi sonimiz bizda 12. 12 ni yozamiz. Hop, 4 dan pastga 12 ni 12 ga qo'shamiz. 12 plus 12. 2 plus 2 imiz bizda 4 ni beradi. 1 plus 1 imiz esa 2 ni. Ya'ni javobimiz bizda 24. 5-chisini ishlaymiz. Hop, tevaga yozib ketaman. 5 dedim. 5-sonimiz bizda 18. Endi a ni o'rniga 18 yozamiz. Ya'ni yozganda 18 plus 12 qilamiz. 8 plus 2 imiz 10. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 1 plus 1 imiz 2. Tagimizga 1 ni qo'shsak 3 bo'ladi. Ya'ni javobimiz 30. Hop, keyingisi 6-chisi bizda. 6-sonimiz bizda 28 kelyapti. Endi 28 ni 12 ga qo'shar ekanmiz. 8 plus 2 imiz 10 bo'ladi. 0 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 1 imiz 3. 1 imiz tagiga 1 qo'shsak 4 bo'ladi. Ya'ni javobimiz bizni 40. Keyingi sonimiz 31 ekan. 7 dedim. 28 plus 31. To'xtab turing. Nima 28? Bizda 31 ku, 31 ni qarang, 31 ni 12 ga qo'shamiz. 31 plus 12. Hamma sonlarimizni hozir 12 ga qo'shyapmiz, ha? 1 plus 2 imiz bizda 3 ni beradi. 3 plus 1 imiz esa 4 ni beradi. Ya'ni javob bizda 43. Qani buni tagiga 43 deb yozib qo'yamiz. Keyingi sonimiz endi 45. Qani tagisi joy bo'lgan ekan, yozmay ketibmiz. Hop, 8-chisi bizda 45 ni 12 ga qo'shamiz. 45 plus 12. 5 plus 2 imiz bizda 7. 4 plus 1 imiz esa 5. Ya'ni javobimiz bizda 57. Oxirgisi 56 sonimiz qoldi. Endi 56 ni 12 ga qo'shib olamiz. Xo'sh, yoniga yozib ketar ekanman. 9-chisi bo'ladi bizda. 56 plus 12. 6 plus 2 imiz bizda 8 ni beradi. 5 plus 1 imiz esa 6 ni. Javobi bizda 68 bo'lar ekan. Xo'sh, qarang, endi biz sizlar bilan bittasini tugatdik-a, butunlay. Xo'sh, davom etib ketar ekanmiz. Joyimiz ham ko'p ekan. Hop, tevadagini chiroyli qilib mana qizillarimizni o'chirib tashlayman. Chunki ikkinchisi keldi bizda. Ikkinchisida bizda endi minus qilamiz. Ya'ni 90 minus a qilar ekanmiz. E'tibor bering, bizda endi 12 ga qo'shgan bo'lsak, endi biz minus qilamiz va mana a ni o'rniga mana bu sonlarimizni qo'yib chiqamiz. Ya'ni 10-sini yozadigan bo'lsak, 10-si bizda og'zaki ishlasak ham bo'ladi. 90 minus 0 qilsak necha bo'ladi bizda? 90 minus 0 imiz 90 bo'ladi, o'zgarmaydi. Tushunarli-a? Demak, 10-siga 0 deb qo'yaman, yozmay ham qo'ydim. 11-sini ishlaymiz. Undan ko'ra 5 ga turibdi. 90, qarang, 11 yozaman. 90 minus 5. 0 minus 5 qilib bo'lmaydi. 9 dan qarz olamiz. 9 bu yerga 1 ni berib turadi va 10 bo'lib qoladi. O'shanda 10 minus 5 imiz
5 bo'ladi. 9imiz 1 berganligi uchun o'zi 8 bo'lib qoldi va 8 bo'lib tushib keladi tepadan. Va 5 tagiga bu yerni 85 deb yozib qo'yamiz. Keyingi sonimiz bizda 12-si bo'ladi. 90, 90 deyishimmi? 90 minus 10. 90 minus 10 nolimiz tushadi. 9 minus 1imiz esa 8 bo'ladi. Ya'ni javob bizda 10-siga 80. Xo'sh, 13-si. 13-si bizda 12 sonimiz keldi endi. 90 minus 12 qilar ekanmiz. 90 minus 12. 0 dan ola olmaymiz, minus qila olmaymiz. 9 dan qarz olamiz. 10 minus 2 imiz 8. 9imiz 1 berganligi uchun 8 bo'lib qoldi o'zi ham. 8 minus 1 imiz esa 7. Ya'ni javobi bu yerda 78. 14-si bizda 18 ga ne qilamiz? Minus qilamiz. 90 minus 18. Xo'sh, 9 ya'ni qarz berib turadi 0 ga. O'shanda 10 bo'ladi. 10 minus 8 imiz 2. 9 imiz 8 bo'ldi. 8 minus 1 imiz esa 7. Javob 72. Keyingi sonimiz 28. 15 deymiz. Yozamiz. 90 minus 28. 9 yana qarz olamiz. 10 minus 8 imiz 2. 9 imiz 8 bo'ldi. 8 minus 2 imiz esa 6. Ya'ni javob bizda 62. Keyingi sonimiz 31. Hop, 16-siga keldik, ya. 16-siga keldik. Xo'sh, yozamiz. 90 minus 31. Hisoblaymiz. 9 dan qarz olsak 10 bo'ladi. 10 minus 1 imiz 9. 8 minus 3 imiz esa 5. Ya'ni 59 javobi. Keyingi raqamimiz 45 ekan. 90 minus 45. 9 dan qarz oldik. 10 minus 5 imiz 5. 9 imiz 8 bo'ldi. 8 minus 4 imiz esa 4. Demak, javobi 45 ni javobi bizda 45 bo'lar ekan. Oxiri 56 sonimiz qoldi. 18-si 90 minus 56. 9 dan qarz oldik. 10 minus 6 imiz bizda 4 bo'ladi va 8 minus 5 imiz esa 3. Javobi bizda 34. Shoshilmasdan yaxshilab qarab olasiz. Qani, adashib ketmasligingiz uchun bo'lib ham qo'yaman, bundoq qilib. Mana bu alohida hammasi. Daftaringizga chiroyli qilib yozib va bugun soat 5 larda albattagina YouTube'imizga yana bitta roligimizni ko'rishni unutmang. Shu bilan bizning darsimiz bugun tugaydi. Albatta bizning Telegram kanalimizga qo'shiling. U yerda qo'shimcha vazifalar, yangi mashqlar bo'lib chiqadi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr.